Sizlar bilan bugungi qisqagina video yangilikda James Webb koinotning dastlabki galaktikalari pardasini izlashda davom etmoqda. Shu haqda so'nggi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Teleskopning infraqizil ko'rinishi yakuniy chegarani o'rganmoqda. NASAning James Webb kosmik teleskopi hozirgacha yashirin bo'lib kelgan ilk galaktikalarni kutilmagan boy kashf qilinmagan yerini topdi. Webb juda boy koinotni tasavvur qiladi. Unda birinchi hosil bo'lgan galaktikalar bugungi kunda biz ko'rib turgan yetuk galaktikalardan sezilarli darajada farq qiladi. Tadqiqotchilar katta portlashdan taxminan 350 va 450 million yil o'tgach mavjud bo'lgan ikkita juda yorqin galaktikani topdilar. Ularning haddan tashqari yorqinligi astronomlarni hayratda qoldirdi. Yosh galaktikalar gazni juda tez yulduzga aylantiradi. Ular bizning Somon yo'li galaktikamizda ancha kichikroq bo'lgan sharlar yoki disklarga filtrlanganga o'xshaydi. Bu yulduzlar tug'ilishi 13,8 milliard yil oldin sodir bo'lgan katta portlashdan 100 million yil o'tgach boshlangan bo'lishi mumkin. James Webbning keyingi kuzatishlari bu uzoq galaktikalargacha bo'lgan masofalarni tasdiqlashi, shuningdek yulduzlarning paydo bo'lish tezligini va erta yulduzlar tarkibidagi elementlarni ko'pligini aniqlashi kerak. Qisqagina bo'lsa ham bugungi yangiliklar o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.